Turkiyaga bu safar dam olgan emas, sayohatga bordik. Bu gal judayam katta tavakkal. 1,5 yoshli o'g'limni enagasiz olib ketdik. 10 kunlik sayohat, 6 ta shahar va 12 kishidan iborat jamoa. Kappadokiyaga borish meni orzuyim va bu amalga oshdi. Kappadokiya vulqon otilgandan keyin hosil bo'lgan shahar. Shunchaki vau. Quyosh chiqishini 250 dan ortiq havo sharlari bilan birga tomosha qilish imkoniyati. Toshlar ichidagi shaharlar, yer ostidagi restoranlar, g'orlardagi mehmonxonalar, otlar, barchasi ajoyib. Pamukkale esa o'zini noan'anaviy go'zalligi va shifobaxsh suvi bilan juda ham mashhur ekan. Ota-onamga Pamukkale juda ham yoqdi. Dadam bizni bolaligimizda doimo har kanikulda sayohatlarga olib borardilar. Behisob shukur, men ham ota-onamni sayohatlarga olib bora oladigan davr boshlandi. Onam Rumiyni eng ashaddiy muxlislaridan biri bo'lganlari uchun albatta Konyaga ham bordik. Shams Tabriziy va Rumiyni ziyorat qildik. Raqsi samoni tomosha qildik. Alaniyada esa eski shaharga bordik. Labirint ko'chalarini aylandik. Istanbul albatta shoppinglar, suvdagi kruiz, tramvaylar va mushuklari bilan juda ham esda qoldi. Yusuf endigina 1,5 yosh bo'lishiga qaramasdan, bu uni 3-davlatga bo'lgan sayohati. Bu sayohatda Imron menga va ukasiga juda ham katta yordam berdi. Aynan Imron bo'lganligi uchun ham qiynalmadim. Ota-onam Istanbulda qiynalmasin, ularga shaharni ko'rsataman deb Istanbulda qoldim. Lekin ota-onam mutlaqo bizdan mustaqil yurishdi. Ona, qiynalmadingizmi mehmonxonani topib kelishda desam, yo'q, ChatGPT dan so'radim dedilar. Dugonalarimiz bilan juda ham yaqin bo'ldik. Hozir esa keyingi sayohatni rejalashtirish bilan bandmiz. Xo'sh qizlar, keyingi safar qayerga boramiz?